Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, Elobod mahallasi fuqarolari. Hozir mana men Xalq bankidan shu mahallaga biriktirilgan mahalla bankiriman. Mana shu kredit masalalari yoki qandaydir bank tomonidan sizlarda bir murojaat yoki qandaydir tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa yoki ehtiyojlaringiz bo'lsa kreditga mana men kelib mana shu suhbat bayon qilib, bu yerda sizlar bilan uchrashuv qilyapman. Masalan, kredit, masalan, ehtiyojlaringiz nimaga bor? Oilaviy tadbirkorlik kreditimiz bor. Oilaviy tadbirkorlik kreditimiz bor, 312 qaror bo'yicha berayotgan kreditimiz bor, biznesga birinchi qadam degan kreditimiz bor, bizneslaringizni yo'lga qo'yish uchun. Hozir masalan siz kartoshka urug'i olyapsizmi? Kartoshka urug'i. Shunga talabimiz bor. Qanchaga? Masalan, tomorqangiz qancha? 15-20 so'tga. Bir tonna kartoshka urug'iga talabimiz bor. Bo'ldi bo'lmasa mana hokim yordamchisi bor, mana arizani siz jo'natasiz, hokim yordamchisi sizga tavsiyani beradi. Biz o'rganib chiqib, boyag'ida ta'minotchidan kelganimizda pulimizni ko'chirib beramiz. Ekasiz, xudo xolasa daromadingizni oshirasiz. Shu maqsadda olyapsiz, to'g'rimi? Kartoshka. Bo'ldi, mana